Assalomu alaykum. Hozir Toshkent viloyatidamiz. Yangiyo'l tumanida. Demak, hozir daraxt ekishimiz kerak bu yerga. Ya'ni mavsum boshlandi, o'zingizlar bilasizlar. Mana bu olma daraxti. Shuni daraxtni ekishimiz kerak. Demak, daraxt holatini ko'ryapsizlar, mana balaligini ko'rsatayim uzoqroqda. Mani bo'yim taxminan bir 2 metr bo'lsa, yana bu 2,5 metrlik daraxt ekan. Qoyil. Menimcha Norchontol ko'chatchilik xo'jaligining daraxtlariga o'xshayapti bir xilligida. O'zbekiston bo'yicha hozir faqat Norchontol shunaqa sifatli ko'chat yetishtiryapti. Shu, demak, endi daraxt ekish boshlaymiz. Daraxt ekishda unaqa qiyin narsa emas, faqat 3-4 ta aniq qoidalar bor. O'sha asosida eksak, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Demak, daraxtni qo'limizga olganimizdan keyin ildizlari bor aka. Mana ildizlarini, mana singan ildizlarni ko'rsatasiz. Mana sal-sal singan ildizlar bor. Shular bizga kerak emas, baribir bu yog'iga harakat bo'lmaydi. Shuning uchun buni singan ildizdan yengil kesib chiqamiz. Qattiq kuchli kesib yubormaymiz ildizlarni. Taxminan yangi, hani to'xtagan joyidan bir 5 sm, 10 sm gacha maksimum tushishimiz mumkin. Yengil oldik bularni mana. Ko'rildi mana. Endi boshlaymiz buni. Qo'ydik daraxt olib kelib. Ushlab turasiz. Mana amifos aralashtirganmiz bir turpoq tagiga, har bir turpoqqa taxminan daraxt tagiga 250 gram, 300 gramgacha solishimiz mumkin. Turpoqqa aralashtiramiz buni. Yaxshilab mana ko'ryapsizlar. To'liq aralashtirildi. Endi solamiz. Ikkita tomonda iloji boricha shu ko'rinishdagi nam turpoqlar tushgani yaxshiroq. Keyin bunga suv quyamiz hozir yana. Ushlab turasiz buni. Ikkita tomoniga solib chiqiladi. Va buni yengil ko'taramiz mana. Ko'tarishdan maqsad daraxt tegi tomoniga to'liq turpoq tushib joylashib olish kerak bo'ladi. Mana endi ulangan joyini olib kelib ko'rsatasiz. Mana ulangan joyi daraxtni yerdan taxminan 5 sm balandda turishi kerak. Ya'ni ulangan joyi, mana bu tomonni ko'rsating. Ulangan joyi umuman ko'milib ketmasligi kerak. Ko'p aytaman men, ulangan joy ko'milib ketadigan bo'lsa, daraxtlarning o'sishi buzilib ketishi mumkin. Shuning uchun diqqat qilasizlar albatta. Ulangan joy ko'milib ketmasligi kerak. Ya'ni turpog'i, ya'ni yerimizda chuqurligi, ya'ni atrof qo'langanligi taxminan 50 kg bo'lishiga 4 tomon, ya'ni 50 bu yog'i 50 cm, 50 cm bo'lsa, chuqurligi ham 50 cm bo'lsa, bu eng kam chuqurlik hisoblanishi kerak. Undan uzunroq bo'lsa, undan ham yaxshiroq bo'ladi. Va buni ekib bo'lganimizdan keyin 10 litr suv quyib qo'yamiz bunga, xudo xolasa mana shu to'ldirib, birinchi ish tugaydi, ko'chada ekishdan keyingi birinchi ishimiz tugaydi to'liq.